Assalomu alaykum kanalim a'zolari. Kanalimga xush kelibsiz. Barchangizni 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan tabriklayman. Barchangizga oilaviy xotirjamlik, sog'lik, salomatlik, uzoq umr tilagan holda bugun bayram salati tayyorlaymiz. Kechki dasturxonimizga ham bayram salati, ham iftorlik karomlarini to'g'rab olamiz. Kolbasamizni ham to'g'rab olamiz. Juda ham kichkina qilmaymiz. To'g'ri bo'lakka bo'lib, uchburchak shaklda to'g'rab olamiz. Mana xuddi mana shunaqa qilib. 2 dona bodringni xuddi shunaqa qilib kolbasani to'g'raganimizdek to'g'rab olamiz. Yirikroq shaklda. Endigi galimiz bir dona kattakon pomidorimizni ham xuddi shunaqa qilib to'g'rab olamiz. Bayramona salatamiz uchun kerakli bo'lgan sabzavotlarni to'g'rab oldik. Mana endi 200 gram ko'kno'g'otimizni ustidan qo'yib, tuzlarni rostlab olamiz. Salatga tuz ishlatmayman, faqat o'zimiz ishlatadigan oddiy osh tuzimizdan ishlatamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Tuzlar yaxshilab aralashgandan keyin salatimizga 2 osh qoshiq mayonez solib olamiz. Va yana mayonezlari sabzavotlarga singuncha yaxshilab aralashtiramiz. Agar sizlarda mayonez xohlamaganlar smetana ishlatsa ham bo'ladi, juda ham mazasi zo'r chiqadi smetana bilan ham. Mana bayramona salatamiz tayyor. Tayyor bo'lgan salatamizni likopchalarga solib, bemalol dasturxonimizga tortsak bo'ladi. Mana hurmatli bekajonlar, bayramona salatamiz tayyor. Bemalol dasturxonimizga tortsak ham bo'ladi. Agar bu salat retsepti sizlarga yoqqan bo'lsa, juda ham xursandman. Albatta kanalimda yangi bo'lsangiz, like bosib obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha azizlarim. Yana bir bor barchangizga bayram muborak bo'lsin aziz ayollar.